Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Yangi paketli mashinalarni olib Yevropa gaziga gaz qo'ydirishga kelsin. Biz doim xizmatda salomat bo'lasizlar. Ortimda turgan avtomobil Kia Sorento avtomobilimiz. Kia'larning ichiga eng full varianti 3.5 motor bilan jihozlangan avtomobilimiz. Obzorini qo'yamiz. Avtomobilimiz yurak qismi, ya'ni motor qismi 3.5 ob'yom bilan jihozlangan, 6 silindrdan iborat noyob motorlardan biri bu. Ko'p avtomobillarimiz 2.5 motor bilan jihozlangan, klientimiz 3.5 lik motorni xohlaganlar razg'omlar tez bo'lish uchun. Avansi 48 ga 6 blok upravlensini o'rnatib berdik. Yevropa gaziga ishlab chiqarilgan brendi bilan. Barakoda injektorlarimiz, XP reduktorimiz 286 kuchga ega reduktorimizni o'rnatib berganmiz. Adrenalin spray filtrlari va bu tomonda farqli tushunchalarni chiroyli qilib uстановка qilib berganmiz. Avtomobilimiz 100% gazga yuradi. Avtomobilimiz zapaskasining o'rnida esa 72 litrli gaz balon, Turkiyada ishlab chiqarilgan gaz balonni o'rnatib berganmiz. Avtomobilimizni zapaskasining o'rniga 72 litrli gaz balon o'rnatib berdik va balon turishlari ham umuman ko'rinmaydi. O'zini troslari va двойной shpilkalarga osib berganmiz.